Hazrat haj safariga otlanibdi. Yulduzlarni yo'l boshchi deb bilibdi. Sahrolardan oshib Makka ga yetib boribdi. Ka'ba-i muazzamani tavof qilibdi. Haj amallarini bajarib bo'lgach, Ka'batullohning hovlisidan chiqayotganida qarasalar, Ka'baning eshigi oldida iblis turgan emish. U eshikka suyanib olganmish. Qo'lida otning yugan jabduqlari. Ahlulloh shaytonni ko'rsa taniydi. U boshqa masala. Hozir bu haqda gaplashmaymiz. Bastomiy hazratlari ham iblisni ko'rishi bilan birdan tanibdi. Shaytonning Ka'ba eshigida nima ishi bor deb ajablanibdi, o'yga tolibdi. Keyin iblisdan sen bu yerda nima qilyapsan deb so'rabdi. Shunda shayton tirsagigacha tizilgan yuganlarni ko'rsatib, menikilar ichkarida tavof qilishyapti. Ziyoratlarni tugatib chiqishlarini kutyapman. Chiqishsa, egarlarni taqib, yuganlar yelkalariga minib ketaman debdi. Bu javobni eshitgan Hazrat Boyazid Bastomiy shaytonga qarab, kutayotgan kishilaring orasida men ham bormanmi deb so'rabdi. Iblis Hazratga qarab istehzoli kulgancha quloqiga egilibdi-da, seni yugansiz ham mina olaman deb pichirlabdi. Ishning haqiqati mana shunday. Chora afandi, sen bu masala haqida nima deysan? Astagfirulloh shayxim. Keyin esa biroz vaqt o'tib, Hazrat Boyazid Bastomiy yurtiga qaytish uchun Makkadan chiqib yo'lga tushibdi. Cho'llarni, adirlarni oshib, soy yoqasiga kelibdi. Hazrat poychalarni qayrib, endi suvdan kechishga tayyorlanib tursa, soy bo'yidagi daraxt ostida ko'zlari ko'r keksa bir chol o'tirgan emish. Uning yoniga borib, hol ahvol so'rabdi. Shunda boyagi qariya unga, ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi o'g'lim, hajdan qaytyapman, men bu suvdan kechib o'ta olmayman debdi. Hazrat Boyazid Bastomiyning unga rahmi kelib xomush bo'libdi. Darhol qariyani yelkasiga o'tkazib, anhorga tushibdi. Suv ozgina ko'tarilibdi. Amallab narigi qirg'oqqa o'ta boshlashibdi. Soyning qoq o'rtasiga kelganlarda chol Boyazid Bastomiyning qulog'iga egilib, seni yugansiz ham mina olaman demaganmidim debdi. Shayton qayerda ekan? Uni izlaydigan bo'lsang, takkadan izla, Makkadan izla. Menga ta'sir qila olmaydi deb aslo kibrlanma. Ana shunda yugansiz ham minishlari mumkin. Alloh asrasin, xohla Boyazid Bastomiy bo'l, xohla boshqa birov. Bu yerda masala takkaning ham, Makkaning ham insonning qalbida bo'lishida.